Yoshim 29 da. 8 yildan beri Amerikadaman. O'zim Samarqand shahridan. Parashyut orqali Amerikaga kelganman. Hozirda trak haydayman. Allaqachon uylanish vaqti kelgan. Lekin Amerikada devordan kelganlarga uncha-muncha qiz bermaydilar. Shunga Samarqandga qaytib, uylanib, dispetcherlikni o'rganib, ishlamoqchiman. Uy, joy, mashina, hamma narsam bor. Faqat kunlik rasxodlar uchun ishlasam bo'ldi. Nima maslahat berasiz deb bir ukamiz mendan so'rabdilar. Men o'z fikrlarimni aytdim. Demak, u kishida one way ticket. Green karta bo'lmasa, demak qayta olmaydilar. Shunga aziz kuzatuvchilar, sizchi nima maslahat bergan bo'lardingiz? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. U kishi albatta o'qiydilar.